aka bozorga qo'shni bo'laman desangiz Farhad Kinolda mazmun 12 kvartalda shunaqa uy topib qo'ydim. Narxi ham zo'r, remonti ham zo'r, mebeldi hammasi tayyor. Asal bo'lib turibdi. Kirib kelishimiz tashqaridan. Uyimiz o'z xrushchevka bo'lgan, akamiz cho'kka qilib переделка qilganlar. Bitta qarang, hojatxona sanuzali bitta eshik qilganlar. Remontlari nima deyapti? Polniy full komplekt. Ketdik, bu yoqdan boshlaymiz. Detskiy qilib qo'yganlar, betga bemalol kattaroq qilib, bir emas, ikkita, uchta farzandingizga ham joy qilib bersangiz bo'ladi. Ketdik. Betda endi kattalar yotoqxonasi joylashgan, ko'rib turganingizdek, hajmi anchagina katta. Agar переделка qilaman desangiz, betni vasha maza qilib joylashtirsangiz bo'ladi mebel texnikangiz bilan. Xo'p, bu esa uyimizning zal qismi, zalimizni ko'rib turganingizdek, ya'ni to'rxona qilib, bu yoq qilib o'tirishmagan. Shuni Mamut qo'shib yuborganlar. Choy o'tiradigan joy bo'lgan. Mamutni o'zini akkuratda qilib oshxona qilib qo'yishgan. Hamma kerak narsa joylashgan, joy-joyida bo'lib turibdi. Svet yoqamiz. Xo'p, shu uyimiz sotilyapti. 4 qavatli domlarning birinchi etaji. Yaxshi bitta manzara ko'rsataman. Mana qarang. Bunda ochsangiz, teng joylar. Mashina qo'yadigan joyi bor, pastda podvali bor, огородlari chiroyli, orqada ham, oldinda ham oynasi bor. Yozda ikki tomonni ochib qo'yadigan bo'lsangiz, skvozyak bo'lib turadi. Qisqasi shu uyimiz sotilyapti, barcha kerakman pastda opisiyanida bo'ladi. Mana bu raqamga qo'ng'iroq qiling. Gaplashamiz, kelishamiz. Ishoning, narxi bu uyga, bu lokatsiyaga 2 marta arziydi.